Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, Ütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Musab'tek, şir yürek oğlanları. Abdullah ibn Jahsh tunji bo'lib müminlarning qo'mondonligiga saylangan kishi. Bizning tunishtirmoqchi bo'lgan sahabimiz payg'ambarimiz bilan munosabati quyuq bo'lgan va islomga dastlabki qadamda kirgan kishilarning birisi. U payg'ambar alayhisalomning hammasining o'g'li bo'lib, uning onasi Abdul Muttalibning qizi Umayya, ya'ni payg'ambarimizning hammasi edi. U yana payg'ambar alayhisalomning qiynakisi. Chunki uning hamshirasi bo'lgan Jahshning qizi Zaynab payg'ambar alayhisalomning ayoli va mu'minlarning onalaridan biri edi. U islomiyat bayrog'i tutqizilgan kishilarning tunisi. Shundaqla keyin mu'minlarning boshlig'i bo'lib saylanganlarning tunisi. Abdullah payg'ambar alayhisalom Darul Arqamga kirishdan ilgari musulmon bo'lgan bo'lib, islomiyatga burun kirgan musulmonlardan hisoblandi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni dinini Qurayshlarning arziyatlaridan qo'g'dishi uchun Madinaga hijrat qilishga ruxsat qilganda, Abdullah muhojirlarning ikkinchisi bo'lgan bo'lib, bu vaqtda Abu Salama mushu fazilatda uning oldiga o'tib olgan edi. Alloh uchun hijrat qilish, Alloh yo'lida vatandan ayrilish, uy makondan ayrilish Abdullah uchun bir yangilik emas edi. Abdullah va ba'zi yaqin tuqqanlari bundan burunmi Habaystonga hijrat qilgan edi. Lekin Abdullahning bu qitimqi hijrati avvalgi qitimqisiga qaraganda ko'p sonliq bo'ldi. Chunki uning bilan birga uning oilasidagilar, yaqin tuqqanlari, otasining qabilasidan cho'ng-kichik, qari yosh, ayol, bola chaqalari bo'lib nihoyat nurg'un kishilar birlikda hijrat qilgan edi. Uning oilasi islomiy oila, qabilasi islomiy qabila bo'lgan edi. Ular Makkadan ayrilish bilanla ularning diyorini g'ariblik bosdi. Xuddi bundan burun bu hovlilarda hech kim o'ltirmagandek, bo'sh qilib, to'pchang uchib turadigan bo'lib qolgan edi. Abdullah va uning bilan birga mongan kishilar hijrat qilib uzun o'tmay, Quraysh kattavoshlari musulmonlar ichidan kimlarning qilib, kimlarning ko'chib ketganligini bilish uchun Makka ko'chalarini chorlag'il chiqdi. Ularning ichida Abu Jahl, Utba ibn Rabiyamo bar edi. Utba ishiklari g'ijirlab, bo'ron uchib turgan Bani Jahshning uy makonlariga qarab, Bani Jahshning yurti o'z ahliga yig'layotgandek bo'sh qopdi. Devidi Abu Jahl, makonlari ular uchun yig'lab qolgudek qanchalik nimalar edi u, dedi-da Abdullahning o'ylisiga chiqdi. Abdullahning o'ylisi hamma o'yinlarning chiroyli edi, hamda eng boy kishilarning o'ylisi edi. Abu Jahl bu o'yinning mol-mulkini xuddi podsho o'z mulkiga ishlatgandek o'yli bilan qo'shib ishlatgil turdi. Abdullah o'z o'ylisida qilgan ishlarini anglab kelganda, bu ahvolni payg'ambar alayhisalomga aytdi. Payg'ambar alayhisalom Abdullahga: "Ey Abdullah, Alloh sening u o'ylaning o'rniga jannatdan o'yli bersa rozi bo'lamsan?" dedi. Abdullah javoban: "Rozi bo'laman, ey Rasululloh", dedi va Abdullahning vujudi xo'shallikdan yayrab ketdi. Abdullah birinchi va ikkinchi qitimli hijratda urug' tuqqanlardan ayrilgandan keyin Madinaga o'rnashmay turib, Qurayshlardan yetgan arziyatdan keyin Ansorilarning himoyasida ko'rganning ta'minini tetmay turibla, Alloh Abdullahning o'z hayotida his qilgan imtihonlarning eng qattiqini va musulmon bo'lgandan keyin uchirgan eng qattiq sinoqlarni beshidan o'tkazishini xohladi. Payg'ambar alayhisalom islomiyatdagi tunji qitimliq askariy ishqa qo'mondon qilish uchun sahobalardan 8 kishini tanladi. Ularning ichida Abdullah va Said ibn Abu Waqqas bor edi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Men sizlarning oranglardan ussuzlik va ochlikqa chiday oladiganlarni boshliq qilaman", degunicha bayroqdan birini Abdullahga tutqizdi. Abdullah bir bilik mu'minlardan tarkib topgan kishilarga boshliq bo'lganlarning tunjisi edi. Payg'ambar alayhisalom Abdullahning mang'igan yo'lini ko'rsatib, uningga bir parcha xat berdi va
bu xatni 2 kun yo'l yurgandan keyin ondan o'qishga bo'ldiganligini aytdi. Qo'shin 2 kunlik musofani besib bo'lgandan keyin Abdullah xatga qaradi. Xatda: "Sen xatini o'qigandan keyin Toyib bilan Makka o'tirsidagi Naxla degan joyga berib, u yerda Qurayshliklarni paylab, ularning xabarini bizga elib kel" deyilgan edi. Abdullah xatni o'qib bo'lib, ko'ngilda Allohning elchisining buyrug'ini ijro qilish uchun beshim bilan tayyor turman deganni o'yladi va qo'shindagilarga qarab: "Haqiqatan payg'ambar alayhisalom meni Qurayshliklarni paylab, ularning xabarlarini elib kelishim uchun Naxla degan joygacha berishimni buyurdi va meni sizlardan birarsiңlarni men bilan bilib berishga majburlashimdan to'sdi. Kimki shahidlikni xolasa va uningga qiziqsa, men bilan ma'sun. Kimki buni xohlamasa, uningga malomat qilinmaydi. Qaytib ketsin" dedi. Ko'pchilik hammasi birdak: "Payg'ambar alayhisalomning buyrug'ini bajo keltirish uchun biz tayyor. Allohning elchisi qayerga buyurgan bo'lsa, biz sen bilan shu yerga berishga tayyormiz" deyishdi. Shunda qilib, ular Naxla degan joygacha berib, Qurayshliklarning xabarlarini egilash uchun tog' yo'llarini charlashga boshladi. Shu asnoda ular yiroq bir joydan Qurayshliklarning karvonini ko'rib qoldi. Bu karvonda 4 kishi bo'lib, ular Amr ibn Hazrami, Hakam ibn Kayson, Osman ibn Abdullah va uning qarindoshi Mughira edi. Ular bilan birga tera, quruq uzum va boshqa narsalardan iborat tijorat mollari bor edi. Bu vaqtda sahobalar nima qilishini maslahat qilishga turdi. Bu kunlar bo'lsa, urush harom qilingan oylarning oxirgi kunlari edi. Ular oxiri: "Agar biz ular bilan urushsak, urush harom qilingan oylarda urushgan bo'lamiz. Buning bilan bu oyning hurmatini qilmagan bo'lamiz. Natijada barliq arablarning g'azabiga qolamiz. Agar biz bu kunning o'tib ketishini kutsak, ular xotirjam o'tib ketaverdi." Ular maslahat qilishaverib, hatto ularning fikrlari ularning oldini to'sib, ularni o'ltirib, qo'llaridagi mollarni g'animat elishga birlik keldi. Ular bir qancha sekundla ulardan birini o'ltirib, ikkini asirga oldi. Yana birini qochirib qo'ydi. Abdullah va uning qo'shindikilar asir va karvon mollarni Madina tarafga haydab mangdi. Ular payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, qilgan ishlaridan xabar berganda, payg'ambar alayhisalom Abdullohga mundoq dedi: "Alloh bilan qasamki, men sizlarni urushga emas, balki Qurayshliklarning xabarlarini o'qib kelishga va ularning harakatini kuzatishga buyurgan" dedi va 2 asirni ularning pozitsiyasiga qarab bir taraf qilishga buyurib, karvondagi narsalardan yuz o'rib, uningdan hech nima olmadi. Bu vaqtda Abdullah va uning suhbatdoshlari payg'ambar alayhisalomning buyrug'iga xiloflik qilib qo'yganlik uchun o'zlarining tugishadiganliklariga ishonch qilishdi. Ularning ahvoli yomonlashdi. Ularning musulmon qarindoshlari ularga malomat qilishga va uchirgan hamonlar payg'ambar alayhisalomning buyrug'iga xiloflik qiluvchilar deb ulardan o'zlarini tortishga boshladi. Hamda yana Qurayshlarning mushu hodis sababi bilan payg'ambarimizga hujum qilishga va urilib tutilingan asir va o'ljilarni qabilalar orasida oshkorlab, haqiqatan Muhammad urush harom qilingan oylarni halol qildi va bu oyda qon to'kdi, o'lja oldi, erlarni asir oldi degan vaqtlarda ularning ruhiy azobi texim og'irlashdi. Siz Abdullah va uning suhbatdoshlarining o'zlarining qilib solgan ishlariga qanchalik darajada pushaymon qilganligini va ularning sababidan paydo bo'lgan xafalık uchun payg'ambar alayhisalomdan qanchalik darajada xijil bo'lganligini so'ramayli qo'ying. Ularga yetgan xafalık, qattiq musibat og'irlashgan vaqtda Alloh ularning ishidan rozi bo'lib, payg'ambarimizga vahiy tushirilganligi to'g'risida xush bishorat berildi. Bu chaqda ularning qanchalik xushal bo'lib ketganligini so'ramang. Kishilar quchoq ochgan, xush bishorat bergan, tabriklab, Qur'on Karimdan ularning ish to'g'riliq tushgan oyatni o'qigan holatda ularga yuzlandi. Payg'ambarimizga Allohning bunu oyati tushgan edi. "Ey Muhammad, ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi" deb so'rashdi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunoh. Allohning yo'lidan to'sish va Allohga kufrlik qilish, Masjidil Haramdan aholini haydash,
Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyonkashlik qilish, odam o'ltirishdanmi qattiq gunohdir. Bu oyatlar tushgan vaqtda payg'ambar alayhissalomning dili yo'rib ketdi va karvondagi mollarni oldi. Asirlarni to'lam ilib qo'yibdi. Abdullah va uning suhbatdoshlarining qilgan ishidan rozi bo'ldi. Chunki ularning o'ltirgini musulmonlarning qinini to'kkan tunji mushrik. Ularning bayrog'i payg'ambar alayhissalom o'z qo'li bilan chekkan tunji bayroq. Qo'mondan Abdullah mu'minlarning boshlig'i deb chaqirilgan tunji kishi edi. Badr urushi bo'lganda Abdullah iymoniga loyiq holda botirlarcha elishdi, ondan Uhud urushi bo'ldi. Bu urushda Abdullah bilan uning suhbatdoshi Said ibn Abu Waqqasning unutilmaydigan bir voqealigi bo'lib o'tgan bo'lib, Said ibn Abu Waqqas mundaq deydi: Uhud urushi bo'lganda menga Abdullah uchrab qilib, "Sen Alloh taolaga duo qilmamsan?" deb so'radi. Men duo qilaman dedimda, biz birlikda bir chetga chiqdik. Men duo qilib, "Ey Alloh, men dushmanga uchrassam, qattiq urushalaydigan, achchiq yomon dushmanga uchrashtirgan. Men shundoqlar bilan urushiman. Ondan mening uni o'ltirib, uning qilichini ilib olishim uchun menga tuqliq bergan" dedim. Abdullah mening duoyimga amin deb berdi. Ondan Abdullah duo qilib, "Ey Alloh, menga achchiq yomon, o'zi kuchlik dushmanni rizq qilib bergan. Men uning bilan sen uchun urushiman. U men bilan urushidi. Ondan u meni tutib olib, mening burnimni, qulqimni kesib oldi. Men sen uchrassam, sen mendan, sening burning va qulqing nima bo'lib kesilgan deb so'rasang, men darhol seni va payg'ambaringni deb kesilgan deyman. Ondan sen yana rost gap qilding deysan" dedi. Said ibn Abu Waqqas yana mundaq deydi: Abdullahning duosi mening duoyimdan yaxshi bo'ldi. Men tushdan keyin uning parcha-parcha bo'lib o'ldirilganligini, burun va qulqining daraxtga yip bilan esilib qo'yilganligini ko'rdim, deydi. Alloh Abdullahning duosini ijobat qilib, tog'isi, ya'ni shahidlarning sarkardisi Hamza ibn Abdul Muttallibni hurmatlagandek, unimi shahidlik bilan hurmatildi. Rasulullohning muborak ko'z yoshlari u ikkisining shahidligining xushpuroqlari bilan purkalgan qabr to'psini namdivatdi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahni qo'g'dab tik turib Anas ibn Nazirdek ummatning